Rossiyskiy Siryoda bo'lgan. İçine ne giradi? Ne xizmat qila olasiz bu yerda? Aka bizga kelsa, albatta mehmonimiz bo'ladi. Bizni istab o'sha boshqa davlatdan kelyapti. Bizni mehmonimiz bo'ladi. Yotoq, yemoq, ichmoq, ya'ni tomoq, yotoq, hamma sharoitlar zo'r qilib qilganmiz. Barchasi bepul. Maşallah. Sonuna ekan. Gününe tamoq beradi. 3 mal tamoq berasiz mi? Anan çatak çayı var ekan, çatakxonasini ko'rsatamiz hozir. Anan sexi var ekan, bardığını uyratib ko'rsatib qo'yadi, ha. Bunday aytganda shakir tushasizlar, 10 kunda ustatdan uyranib, batasini olib, anan chip ketasizlar. Inshaalloh. Jumingizlarni kargoga salib qo'yadi, Qirg'izistonga, O'shga, Jalolotga, Bishkekka yetkazib beradi. Yetkazib beramiz. Kargo xizmati bekor ekan. Bekor. Inshaalloh. Soni keyin bizda o'zimizda 1100 dan ortiq shogirdlarimiz bor. O'rta Osiyodan 1100 dan oshdi. 2013-yildan beri fasadni plitani ishlab chiqaramiz. 2015-yildan beri uni qalblarini ishlab chiqaramiz. Birinchi bo'lib O'rta Osiyoda Goldkinikini ishlab chiqargan buni qalbini. Rossiyada chiqardi. Rossiyada $500 bir kvadrat qolib. O'shuning uchun biz o'zimiz kanallarga ham ko'pchilik kuzatadiganlar biladi. Rossiyadan keladi. Bizda hozir 10 ta davlatga eksport bo'lyapti qolib. O'zimiz O'rta Osiyoda Esengi davlatlariga va Rossiya, Dag'iston, Ingushetiya, Kavkaz davlatlariga eksport qilyapmiz. Keyin Yevropaga ham eksport qildik. Nimaga? Ruminiyaga, keyin Moldaviyaga. Qalbtardi. Endi hindlar keldi. Endi Hindistonga va Dubayga hozir konteyner tayyorlashyapti. O'sha ham ketadi bizdan. O'sha yoqqa qalbtar yasab jo'natamiz. Вообще номер 1 bo'lib ketdi inshaalloh aka. Alloh taolo quvvat bersin. Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz ham kelsa aka, buni o'rganishsin. Foydagarchilik zo'r. Hozir mana bu yerda ko'rsatib o'tamiz. Foydagarchiliklari qanaqa, hamma yo'lda gaplashib, ochig'ini aytamiz bugun. Sir bekitish yo'q. Zo'r ekan ana. Mana shu chekidan boshlab, mana klinkerlaringizning turlarini, atlarini ko'rsatib bering-chi, kel. Yaxoting, Ilyos mirzo. Siz ham bu klinkerlarni ichib jeb qo'ygansiz. Tomoq ashingiz ushul. Qana? So'z sizda. Bularimiz travertinlar mana 30 ga 60 travertinlar, bular ablisovchnilar, mana bular Shanxay. Shanxay. Bular ham chiroyli chiqyapti, dekorativniy. Bular Faska mana, Dubay mana ko'pchilik so'raydi. Paltarash. Dubayda Qirg'izistonga borib turman, olchi. Dubay o'ta bunday xodovoy ekan. Buni kraskalasak juda ham yana ham ochiladi, laklab kraskalasa. Bular mana paltarashkalar, bular bog'chalarga, qanaqadir dachalarga chiroyli chiqadi. Mana bular Cambrinining birinchi nimasi, varianti. Bular mana kanyon. Bularning xili ko'p, aka. Mana bular Shurshaviy fasadlarimiz. Bular 3D'lar. Bular 3D. Ha, 3D. Bu lazermi? Bular lazer mana. Lazer, mana shu mramorniy, sirasi ham hadavoy bu ham. Bular mana stariy kirpichlar. Ha, stariy kirpich. Bular ham zo'r aka. Ablisovchniy mana bu yerda yana Dubay kelyapti. Dubay, ablisovchniy, lazer to'g'anlar. Buni mana bu fasadga ham ishlatsa bo'ladi, sovqilga ham ishlatsa bo'ladi va buni tumbalarga, burchaklarga ishlatsa ham bo'ladi. Juda ham hadavoy plita bu. Faqat Gold Klinkerda bor bu ham. Только sizda, boshqa joyda ko'rgan emasmi? Yo'q. Russiy deb qo'yadi. Buni o'zi GSK ham deyiladi, Gladki. Как bu ham 3D mana. 3D ekan. Ham bo'rtib turadi. 3D ekan, ha. Tak, Dubay mana. Bu ostidagilarchi? Bular Dakotani mokriy rangi. Bular mana ko'rishingiz mumkin Slans nomlari. Buni qudab boshqacha ekan, ha? Bu ham boshqacha, bu ham chiroyli, gorniy. Gorniy. Tabiiy toshga o'xshaydi. Yaxshi. Tak, bu yoqda dag'i bor ekan, ha? Bularda lazer turmaydi. Lazerda oq mramori, bular ham juda ham chiroyli chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Oq mramor. Bu qizil kirpich. Ha, bular qizil kirpich. Bunalar kombinirованный ekan. Mana birinchi nimasi varianti. Bu Faska ekan, ha, bunalar? Bular Faska. Faska. Buna ushulda yaxshi chiqadi negizi. Bularni hammasini qolipidan shunaqa chiqadi. Bu chiqqandan keyin ishlov berilmaydi. Qolipida tabiiy shunaqa chiqadi. Qolibida tabiiy shunday chiqadi. Ko'rib turasizlar. Qolipdan ko'p narsa istedida. Qolipda aslan. Turlari ko'p ekan, shuning barini sizlar uylanib ketasizlar. Mana bu retsevi misoli. Bular ham o'rgatiladi, mebelni qilib chiqariladi. Bular dekoratsiya uchun ishlatiladi. Bu kraska bu? Ha, bu kraska qilinadi. Bularni ham qanaqa qilib ishlab chiqarishdi hammasi. Bunga uyratib qo'yasizmi? O'rgatamiz. Sekretlaringizni ochasizmi? Barchasini ochamiz aka. Voy, buni oldi zo'r ekan, Buni qarasangizlar, Noq orexiy ekan-da, orexiy. İlyos mirzoda ko'p narsa bor ekan, kelib $190 kvadratga to'lab sekretlar büt uylanib ketdingizlar ham. To'g'ri? Mana paltarashkaning mramorniy variantlari, bular ham juda ham chiroyli. Bu da paltarashka. Ha. Yaxshi ekan.
Бұл эме шоурумдун биринчи чоң залы, Чоң ал эми экинчи залы бул жакта экен. Bu ochilishi, bugun mana birinchi ochilishiga kiryapmiz. Bu yer yangilik. Жаңы ачтыңызбы? Жаңы ochdik bu yerda. Биз ачтыкпы? Siz ochdingiz aka? Машалла. Берекелі болсын. Алла таалам ушул жерден ким үйлөнүп кеткен болсо, клинкер бизнесин баштаган болсо, калыпты сизден алган болсо, берекелүү болсун. Эч качан өкүнбөсүн, бай болсун, боп кетсин. Аллах. Rahmat. Qana, bismillah. Bularimiz mana mozaika. Bu yangilik. High-tech mozaikalar chiqdi. Bular juda ham chiroyli chiqyapti binolarda. Облицовочный kirpishga quyiladi. Qarang, bizga keladi klient. Klient kelsa 20 kvadrat qolipga puli yetadi. 20 kvadrat qolip bo'lsa, biz eng hadavoy turlardan beramiz. Mana masalan, облицовочныйlar hadavoy. Keyin so'kilga ham hadavoylardan beramiz. Keyin olmayotgan turlardan 20 xil bo'lsa, har biridan bir shtukdan bepul qo'shib beramiz. Чтобы ularda ham vibr turish uchun katalog bo'ladi. Mabodo bu qolipdan yo'q, lekin quyib qo'ygan, zakaz oldi, menga telefon qiladi WhatsAppdan. Ilyas zakaz oldim, menga yana 10 kvadrat qolib jo'nat desa, men kargodan jo'natib yuboraman. Shunaqa ishlashamiz. Maşallah. Boshida jengillik beradi ekansan. Ha, yengillik beramiz. Maqsad ish yurgiz. Cho'ntagini jarasha jengillik beradi. Ha, inshaalloh aka. Zo'r bo'ladi ekan. Yaxshi bo'ladi ekan. Boshida birden berib turadi, keyin zakaz tushib qolsa, srochno zakazlar bo'lib qolsa, unda aytsangizlar, bu yoqdan kargoga solib beradi. 1-2 kunda borib qoladi. Bu yerda turadi. Ko'p klientlarimiz Qirg'izistonda bor. Kelib zakaz qilmaydi, telefon qiladi. Ilyas menga 10 kvadrat облицовочный yoki 10 kvadrat bu klinkerdan kerak deydi. Men jo'natib olaman. Menga pulini yo kartamga yo viza nimaga pasportimga tashab qo'yishadi. Shunaqa ishlashamiz. Sonini. Mana mramirlar. Juda ham hadavoy shular. Biz O'zbekistonda buni oyoy ochadi ekan. Orqasi qora, usti oq mramor. Shunaqa. Oq mramor. Buni ol kombinirованный ekan. Bu ham chiroyli bu ham. Kombinirованный. Ana te ostindagini shunday bo'yab qo'ysa, rosa so'rin ko'rinadi ekan o'zaga. Shanxay. Bu haligindaqa detskiy satlarga, keyin nimalarga chiroyli chiqadi, dachalarga. Dachalarga. Mana klinker mana. Bu klinker ha? Ha. Klinker. Buna bu showroomdu o'ta so'nin mixta ochibsiz. O'rtalarında gazonlarni qo'yib, gullarni qo'yib ha? Ha, hajaka ikkala showroomda 300 dan ortiq rang bor. Keyin mana bir xil qolipga 50 xil rang chiqarsa bo'ladi. 50 turli tus chiqarsa bo'ladi. Uni barchasini o'rgatamiz, xudo xolasa. Tusni qanday chiqarishdi? Buni betonda boyagi rastvorni qanday retsept bilan jasashdi, buni ko'rsatasiz. Barchasini. Yaxshi, turgi ekan. Showroom o'ta so'nin bo'libdi. Buni qarangizlar. Buna üstündekiler sonu çıkadı ekan. Gördünüzler mi? Bu ham chiroyli chiqadi. Zakaz alaverasizlar. Hozir fasadga klinker o'ta so'nin bo'lyapti. Ha, buni keyin afzallik tarafi qolgan travertin shuvollardan nimaga bu bozorga yaxshi kirdi? Buni afzallik sabab devor tanlamaydi. Keyin bizni o'zbek qirg'izlarning uylari ko'pchiligi eski uylar. Biz rayonlarda, qishloqlarda eski uylar ko'p. Ularda buzib turib boshqatdan qilgan hammani ham sharoit yetmaydi. Devorning ustiga reykadan yoki profildan karkas to'qiladi. No tekis devorda, nolga chiqmagan devorda. Shunday yopishtiriladi, yangi solingan uyda bo'lib qoladi. Krasavchik bo'lib qoladi. Krasavchik bo'lib qoladi. Bunaka turlar ko'p ekan. Showroomda ayoy soni bo'ldi. Buni oldagi bu ham lazer mramor. Qizil mramor, bu ham chiroyli, zo'r ketyapti bizda. Qizil mramor. Bunda yaxshi. Buni olmay, buni sokol ayoy jiltirayib qo'y. Sokol, laklangandan keyin shunaqa bo'lib qoladi, shurshaviylar. Shurshaviy ekanda? Ha. Bu ham sokolga, ham tumbaga ishlatsa bo'ladi. Ha, tumbaga da ketaveradi. Mana sokolda turishi. Sokolda turishi shunday chiqadi. Ha, granitga o'xshab turadi, tabiiy toshga. Ha, yaxshi ekan, so'nin ekan. Buni boyagi sokolda. Ha, basaka bu hamma biladigan basaka. 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 Buni jashilda so'nin chiqib turib, salatov ya. Ha, bu ham yaxshi. Boshqa svet qilsa da bo'ladi. Keyin hojaka mana bular ham bor. Burchaklar. Ha, burchlarga. Burchlarga. Atayin shunda bir-biriga kiygiziladi. Ha. 90 gradusga keladi-da bu. 90 gradusga keladi. Shunda variant yaxshi. Keyin bular ham bor variantlari burchga. Bundan da olib jasasa bo'ladi ekan-a, burchga. Bundan ham bor. Burchga ham son bo'lib turmaymi buni? Shunaqa. Gold klinker. O'ta so'nin o'nligibsiz. Söz yo'q. Alaverasizlar, mana 3D'lar gördünüzler. 3D, üstünde de 3D. Şurshaviy fasad jo bo'lsa, sokolga ketaveradi bular. Qolgan ham bu yerda 300 dan ashuun türü tüsü var ekan-da. Arab tandab alaverasizlar. Обязательно bu yerga kelganda bir yo'q deganda
bir haftada turib. Ha, bir hafta 5 kun 6 kun vaqt qilib kelsa, xudo master qilib chiqaramiz. Buni quyishdi, yuklashdi va buni qatirishdi, ustanovkasini ham o'rgatamiz. Bardığını. Bardig'ini. Eng son. Yaxshi ekan. Hozir tigi qalib qo'ygan sexingizni da ko'rib qo'ymaylik. Ko'rsatamiz, albatta ko'rsatamiz. Qalib qo'ygan sexini da ko'rib olingizlar. Sebebi eng negizgisi bu qalib. Qalib bo'lmasa klinkerlik biznes yurmaydi. Öndürüş bo'lmaydi. Qalibdan yaxshisini olasizlar, 5 yildan 10 yilga chayin tepkilab ishlatasizlar buyursachi. Sizlarni boyitib, pensiyaga chiqarib qo'yadi bu qaliblar. Inshaalloh. Buyursa. Qana, sexni ko'raylik. Haj aka, bu yer bizni fasadniy plitani qalibini ishlab chiqaradigan seximiz. Büt boyagi stanok apparatlarga shu yoqda-da. Apparatlarimiz shu yerda. Buna sex, kelaveringizlar. Mana issiq, yangi chiqqan qoliplar. Ko'p qo'y bu yoqda. Issiq. Haj aka qandaysiz? Yaxshimi? Densoz yaxshi chechmaylik qo'y. Alhamdulillah, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Masterlarimiz quyadi. Issiq chiqibdi-a? Ha. Hozir chiqardingizmi? Hozir chiqardik biz. Mana hozir chiqarganlarni uchasi qo'l kuyadi. O issiq ekan bu. Klinkerda qoliplari, 3D da qoliplari hammasi mana shu yerda chiqadi. Bir kunda agar zakaz ko'p bo'lsa, qancha kvadratga chayin chiqara olasiz? Bir kunda bizni seximiz 20 kvadrat chiqarishga moslashgan. 20 kvadrat 20 kvadrat. 20 kvadrat. 20-25 kvadrat chiqaradi. Buni stanokda chiqadi-mi? Ha, bu stanovlar. Hozir solib qo'ydingizmi? Pishyapti. Hozir pishyapti. Hozir o'zini vaqtida 200 gradusda pishiriladi. 200 gradusda pishiriladi. Siryosi bu. Seriosi mana. Har birini gramdab tayyorlab qo'ygansizmi, taroziga? Gramlab. tortiladi. Seriolari. Yumshoq. Bu 200 gradusda erib pishadi. Aha. Chaq do'ngaloq siyoqti. Pishadi shular. Rossiyaning siryosi tug'anlar. Buni qarangizlar. $190. Rossiyadan ximikat holatida kelinadi. Rossiyadan bular parashok holatida biz o'zimiz zavodda tayyorlab, shu yerda valsopkadan o'tkazib tayyorlaymiz buni. Yaxshi ekan. Bunalar bitib bordig'i zakazdan, ha? Barisi zakaz. Hammasi zakaz. Dog'istondan hozir 100 kvadrat zakasimiz tayyorlayapmiz. Dagestondan. Dagestondan zakaz tushdi-ku. Biz janida bir dual qo'shinda turamiz tug'anlar. Bular Dagestondan zakaz olyapti. Buni 10 ta davlatga eksport qilyapmiz qolipimiz. 10 mamlakatga eksport bo'layotganda. Soni ne? Ishxonalar ayol yaxshi ekan. Chaqan sex, showroom, komanda bitbar ishlayapti. Ishlayapti. Bitbarni shu yerga jiyaverasizmi? Shu yerda nima qilinadi, keyin bu yerda konteynerimiz bor, shularda zakazlar tayyorlanadi, kargoga chiqariladi keyin. Kargoga. Kargo xizmatlari bilan bardig'i bilan suylashib qo'ygansiz-da? Kargo hammasi bizni xudo xolasa o'zimizni tanishlar, ishonchlik. Qirg'izistonga bugachayin ko'ylak jo'natdingizmi? Qirg'izistonga juda ham ko'p jo'natamiz. Bu yoqda mana skladimiz, zakazlar tayyorlanyapti bu yerga. Upakovka qilinib olib kiriladi. Upakovka qilib shunday baylab tayyorlab qo'yasiz. Ha, baylab tayyorlab qo'yamiz. Mashinalar olib chiqib ketadi, Isuzu'lar. Mana. Qarab turingizlar, Buna, bu yoqqa qo'yib turinglar. Buna qolibdi, qarangizlar. To'rgachayin ikki jaqda qilib jiyib solibdir. Qaysinisidan qancha kvadrat, qancha dona kerak? Aytaverasizlar, mana İlyasga qayrilsangizlar, sizlarga tayyorlab kargo xizmatına salib qo'yadi, bo'ldi. Daraka yetadi. O'sh, Jallobat, Bishkek, Batkengacha yetkazib ha? Ha, inshaalloh yetkazamiz. Qirg'iziston bo'ylab yetkazamiz. Bo'ldi, zo'r ekan unda. Jataxonamiz qayerda? Jataxonasida ko'rib qo'yaylik. Ana biz Instagram akkauntini belgilab qo'ydik. Gold Clinker'dan. Telefon nomerlarini yozib qo'ydik. Instagram akkauntuna so'z turda qatalib qo'yingizlar. TikTok akkauntida belgilab qo'ydik. Bunaqa xonada qatalib chalib kelaverasizlar. Ikkita bor mana. Konditsioner. Bu yog'i soni qo'y. Gostinitsa-ku bu yerda. Gostinitsa qilib qo'yganmiz. Shu yerda yashayveradi, bemalol. Shu yerda yashashadi, xudo xolasa. Jarq ekan, yaxshi ekan mana. Kravatlarni, shkaflar bilan gilam palas bardig'i solinibdir. Sheyshep to'shonchilardan beri bardig'i. So'mmi ekan? Ayo yaxshi shart Inshaalloh aka. Inshaalloh. Son bo'layotgan. Anda jiyintiqnayli, ha? Sizga ham Qirg'izistondan ko'rganlar bo'lsa, telefoningizga chalaveradi. Ha, chasa, xudo xolasa WhatsApp bor, nomerimizda, Telegram bor. Albatta aloqaga chiqishsa biz javob beramiz. Bo'ldi. Anda bir kelganda, yo'q deganda bir hafta rashot olib kelaveringizlar. Je bo'lsa 3 kundan 10 kungacha o'rta hisobda turadi. Bu yoqda bo'lsa o'zlarining kengsesi bor ekan, muzdoq, konditsionerlar bardig'i qo'yilib turib, zakazlarni shu yerda oladi ekan. Shu yerda zakaz qilamiz. Qirg'izistonda ushul ishni boshlay turgan bo'lsangizlar, shunday showroom jasab olasizlar. To'rina bir stol
kreslо жанагы сейфтерди коюп аласыздар. Мынантип дивандарды коюп койсоңуздар, келген конокторго, клиенттерге бир жакшы шарт түзүп коесуздар да. Ошентип иш кете берет. Shunaqa. Hajaka biz bu sharoitlar 2013-yil mana shu korxonamizga tushganmiz, arenda tushib boshlaganmiz. Alloh taolo shu biznesning orqasidan bizga baraka berdi. Maşallah. Shu yerda 1 gektar 30 sotik joyda o'zimiz sotib oldik, qo'rg'onladik, shu yerga ofislar qilib rivojlanyapmiz endi. Shuni foydasiga. Biz bular shu biznes foydasiga. Maşallah. Bu showroomlar yaqinda ochilgan. 4-5 yildan beri bor. Undan avval biz ham oddiy holatda boshlaganmiz. Son. Keling, qo'l bering. Bor bo'ling. Tenso'l Inshaalloh aka. Albatta aloqaga chiqsa biz aloqadamiz. O Dagestandiklar, boshqa joqliklar, o narag'roqda aka. Bir dual qo'shinlarga sal arzonroq shashirib Arzonroq qilib beramiz, inshaalloh, albatta rozi qilamiz. Bo'ldi, kelishdiganda. Telefonla çalыңыздар, байланышыңыздар. O'zbekiston, Andijon shahri, Jahon bozorining janida Gold Clinker ishxonasi sizlarning xizmatingizda. Qancha kvadrat qolib kerak bo'lsa, Gold Clinkerga kelaveringizlar. Kutamiz. Ko'rishguncha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.